Kecha o'yin tugagach, Realning 3 futbolchisi Antonio Rudiger, Lukas Vaskes va Jude Bellingham hakam tomonidan qizil kartochkaga loyiq ko'rildi. Realning so'nggi hujumi Mbappeda qoidabuzarlik topilib to'xtatilgani bu futbolchilarni junbushga keltirdi va ular hakamga nisbatan agressiv munosabatda bo'ldilar. Qoidalarga ko'ra Ispaniya Kubogida olingan qizil kartochka faqat shu musobaqaning keyingi o'yinlariga ta'sir qilishi kerak. Ammo istisno borki, mabodo qoidabuzarlik hakamga nisbatan o'ta agressiv baholansa, diskvalifikatsiya o'yinlar soni oshadi va ahamiyatlisi La Liga o'yinlariga ham ta'sir qiladi. Kechagi holatlar uchun hakam hisobotida Rudiger hakamga nisbatan agressiv munosabatda bo'lib, unga nomaqbul predmet otgani, Vaskes zaxira o'rindig'idan maydonga chiqib ketib, noo'rin ishlar qilgani, Bellingham o'z noroziligini agressiv namoyish qilib, boshqa futbolchilar yordamida to'xtatib qolingani qayd etilgan. Katta ehtimol Antonio Rudigerning harakatlari jiddiy deb topiladi va nashrlar uning hatto 4-12 o'yinga chetlashtirilishini yozmoqda. U holda futbolchi La Liganing navbatdagi uchrashuvlarini o'tkazib yuborishi aniq. Vaskes va Bellinghamniki sal yengilroq. Faqat Ispaniya Kubogiga ta'sir qiladigan diskvalifikatsiya kutilmoqda. Lekin har uchala futbolchi ham ayni kategoriyaga tushishi va ko'proq o'yinlariga diskvalifikatsiya qilinishi, ya'ni La Ligada ham o'ynay olmasligi ehtimoli bor. Bu xabarlar asosan reglament asosida baholanib tarqatilmoqda xolos. Hakamlar qo'mitasining rasmiy qarori kutilmoqda, deya yozadi taniqli futbol mutaxassisi Qahramon Aslanov o'z Telegram kanalida. Ha do'stlar, bunday holatlar El Klasikolarda kuzatilishi odatiy hol. Bu o'yinlar shunisi bilan ham qiziq, lekin Real Madrid uchun bu holat juda ham achinarli, chunki ularni oldinda o'ta muhim o'yinlar kutib turibdi. Bu yo'qotishlar Real Madrid uchun qimmatga tushishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring va video yoqqan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang.